Boshlang'ich $1000 bilan mana shu 2013-yil ishlab chiqarilgan Lacetti'miz Xalonlasi savdoga beriladi. Akalar, kanalimga bo'lsangiz obuna bo'lib qo'shingizdan chiqmasin. Akalar, yil 2013 1.6 motorda akalar, tepa past LED fari, 4 ta yumshoq balon taqilgan, tepada duklari bor. Mashinamiz avtomat, xullas tayyor holatda akalar. Boshlang'ich $1000 bilan menimcha zo'r variant. Akalar, apshikalar yaxshi holatda, yaxshi chexollar taqilgan, poliklar yaxshi holatda, o'zini hamda qarovlari, kondisionerlari ham xudo xolisi yaxshi ishlayapti. 267 ming kilometr yurgan, mashinamiz test monitorlari bor. Avtomat ko'rib turgan bo'lsanglar, hamma narsasi bor. Xudo xolisi gazini ham ko'rgan bo'lsanglar, e'tibor bilan hozir gazlarigacha bor. Orqani ham ko'rsatamiz. Mashinamiz faqat Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga beriladi. Qarang, zo'r bo'lib turishini. Xullas, inshaalloh kelib ko'ring. Yoqsa, baraka qilsangiz bo'ladi. Mashinani haydab ko'rish kerak birinchi. Xullas, tegir egalar nomerini qoldirdim, aloqaga chiqinglar. Mana shunaqa yaxshi Lacetti qidirgan tog'idagi bu videoni jo'natib qo'yishingizdan chiqmasin. Akalar, joningiz sog' bo'lsin, o'zingiz ehtiyot qilasiz.